hayotda bo'ldimi uylanmagan yigit? Juda ko'p bo'ladi. Uylanmagan yigitdan sovchi kelish yoki ajrashgan. Yaxshi ko'rib qolish. Ha, ajrashgani bo'ldi. O'zim tengim bo'lsa ham. Kichkinasi o'rika emas, kattasi o'rika emas. Kichkina emas, o'rta mana bunaqa. Bilmayman, yo tan olmasligimi, yo как будто bizdan yosh kattalar hayotdan charchab qolgandek. Mana bunaqa, ha, endi yashayapmiz-da degandek deyiladi. Chunki yaxshi erdan ayollar ajrashish xohlamaydi. Ahmoq emas ayollar yaxshi erni qo'yib yuboradigan. Mujik bo'lish kerak, erkak. Men uni yonida erkatoy bo'lishim kerak. Men uni yonida yosh bola bo'lib qolishim kerak. Uni yosh his qildimmi demay bo'lmaydi. Oxirgi paytda eng ko'p bo'layotgan ikkinchi nikohlilarda bir fojia, birinchi ayol ikkinchi ayol bilib qolyapti deb, meni yonimda talog'ini berasiz deb erini zo'rlatib talog'ini berdiryapti. Işte xotini taloqchi xo'p bo'ladi xotinjon, jamiyatdagi ayollarning buzilishiga kim sababchi? Chestni gaplashaylik. Erkakmi? Shunga yarasha qizingizni oilaga tayyorlaysizmi? Chunkichi qarshi mana bunaqada. O'shada shunisi ham bor. Endi kelinlar farishta demayman hammasini. Shunaqa noshukur kelinlar ham bor. Domlalarimiz ancha qizlarimiz aqlli qilib qo'ydi-da, huquqini bilib, bu har doim har xil ishlayapti. Qaysi paytda odammiz? Biz eski paytda odammiz. Bizachi o'rtada oxiriga qaynonani zulm ko'rgan avlodmiz. Oddiy xonadonni qizi bo'lganingizda, qo'shiqchi bo'lmaganingizda, sizni bu paytgacha aniq erga berib bo'lishgan bo'lardi-da. Sevinch erga teshing kerak, sevinch tug'ishing kerak, sevinch oila kerak degan narsa bo'ladimi yoki bo'ldi sevinch bir marta boshing urdi yetadi. To'g'ri, birovni xasma, ertaga u ham turmushga chiqib ketishlarini eslatishadi, aytishadi. Menga bilaman. Yolg'iz qolasan. Yolg'iz qolasan. Taqdirdan qocha olmaymiz biz. Sevinch hozir turmushi bormi deb so'radim-da. Mana shu bekitishingiz mumkin, bu haqqingizda, bilmaymiz, balki bordir. Hech kim yo'q demadi. Bilmadik, balki bordir. Men lekin bitta narsa ham xursand bo'ldim. Yolg'on qilib ko'rsatmaganingizga hayotingiz. Bugungi kunda urf bo'ldi-yu, ko'plar sheyxga teyaman, unga teyaman, bunga teyaman, lekin hayot yolg'on bo'lib chiqyapti-ku. Normalmi yashab yurgan odamlar qancha, u faqat sevib qolishim kerak. Shu paytgacha sevib qolmadingizmi? Men ishonmayman yo'q. Demak, omadsiz bo'lgan. Ketdi. Hech achinasizmi ajrashganingizga? Yo'q. Men nimagadir achinmaysiz deb o'ylayotganman. Achinmayman. Achinmayman. Nimaga unda o'zingizda aybdorlik hissi bor? Dadam ham sizlaydilar ayamni. Ayam dadamni san deydi. Yo'q. Masalan, men ham onamni san deyman. Sizga ta'rif berishda ko'pchilik juda ham yopiqsiz, tez xafa bo'lar ekansiz. Ko'nglim nozik. Juda ko'nglingiz injiq, kaprizda ekansiz. Kim ta'rif berdi? Masalan, ijodkorlarmi, ili har doim o'zingiz haqida bo'lar ekansiz.